Assalomu alaykum, hurmatli azizlarimiz. Men bugun sizlarga butun dunyoni bo'yicha eng katta muzey haqida aytib beraman. Grand Egyptian Museum. Buyuk Misr muzeyi Giza hududida Giza piramidlaridan taxminan 2 kilometr masofada joylashgan. Muzey ulkan oynali devorlar orqali Giza piramidlariga qaraydi va o'tgan bilan bugunning bir tajribasini birlashtiradi. Muzey g'oyasi 1992-yilda paydo bo'lgan, 2002-yilda loyihalangan, real qurilishi 2005-yilda boshlangan va 2025 rasman ochilgan. Uning maqsadi qadimgi Misrning xazinalari va sivilizatsiyasini zamonaviy bir inshootga jamlab butun dunyo madaniyatlariga xavfsiz va jazobli ko'rinishda taqdim etish edi. Muzey turli qadimgi Misr davrlaridan 100 mingtadan ortiq eksponatlar jamlangan. Tutanxamunning xazinalari to'liq ilk bor namoyish etilmoqda. Asosiy ko'rgazmalardan biri Fir'avn Ramses II-ning ulkan haykali va Xofuga tegishli quyosh kemasi. Bundan tashqari muzey xalqaro sharaf markazi, bolalar muzey, mudofaa zona, restoranlar, sovg'a va do'konlar, ochiq va bog'lar mavjud. Virtual haqida VR va interaktiv ekranlar kabi texnologiyalar qo'llangan eksponatlar himoya qilish uchun maxsus yorug'lik, ilg'or xavfsizlik va kuzatuv tizimlari hamda eng yangi restavratsiya laboratoriyalari mavjud. Muzey Misr uchun milliy va madaniy jihatdan ahamiyatli, yillik millionlab tashrif buyuruvchilari qabul qilishni maqsad qilgan. Turizmdagi faollikni oshirishga xizmat qiladi, Misrni o'qish va madaniyat markazi qilishga hissa qo'shadi va milliy iqtisodga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Muzey o'tgan bilan bugungi bog'lovchi ko'prikdir. Qadimgi Misr sivilizatsiyasi merosini kelajak texnologiyalari bilan birlashtiradi. Biz barcha madaniyat va tillarni bo'lgan dunyo xalqlarini Buyuk Misr muzeyiga taklif qilamiz. U yerda qadimiy tarix zamonaviy sivilizatsiyasi bilan uchrashadi. Buyuk Misr muzeyi abadiy sivilizatsiyasi markazi unutilmas tajriba. Biz sizlarni Misrda kutib olamiz. Salomat bo'ling.